Assalomu alaykum akalar, mana shu ikkita tuqqan mol sotiladi. Mana 5-6 litr suti bor. Qonnida 3-bolasi. Uni oldidagi bolasi mana bugacha. Bolasi ham semiz, eti bor. Katta bo'lib qolgan, unaqa kichkina emas. Mana oladiganlar lichkaga chiqinglar mana. Dehqonchilik. Mana bu. Mana molni yelinlari. Qonnida 3-bolasi deb olganmiz biz ham. Pul kerak bo'lib sotyapmiz. Bolasi bugacha mana. Bolasi ham katta bo'lib qolgan. Oladiganlar lichkaga chiqinglar. Lichkada gaplashamiz. Mol yosh. Kasalari ham katta.